imamiga biz yangi devor mebel, tushda tepaxonada biz. Xo'p, bu yerda o'rtasi servant, ikkita chekkasi polka bo'ladi birinchi xonamiz. Xo'p, ikkinchi xonamiz bitta shkaf, yonida polka bo'ladi. Xo'p, uchinchi joyimiz bu yerda faqat taxmon bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz. Bu yerda oshxona mebel ham bo'ladi bu tarafida. Xo'p, bu tarafida o'sha devor mebelga o'xshab maytlari yopib o'rab qo'yamiz. Mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. O'rta servant bo'ladi, ikkita chekkasi polkali. Xo'p, bu yerda bitta shkaf, bitta polkali bo'ladi. Endi qolgan qismi dushovaga ajratilgan. Xo'p, bu joyda taxmon bo'ladi, ko'rpa-ko'pish taxlashga. Bu xonamizda bitta garderob, bitta taxmon, ikkita tokcha polkali bo'lyapti. Xonamizda devor mebeli tayyor bo'ldi. Bu xonamiz 3.60 ga, bu tarafga 1.60 chiqqan. Xo'p. Bir taraf garderob, bir taraf taxmon bo'ldi. Arzon variant, oshxona vakuum, qora turbali ruchkalar. Keyingi xonalarni ham ko'rsatib beramiz. Xonamiz tayyor bo'ldi. Xo'p, birinchi xonamiz bu yerda servant, ikkita chekkasi polkali bo'lgan, o'rta servant bo'lgan. Razmer 280 ga, balali 260. Xo'p, dushovoyimiz bitta shkaf, bitta polkali bo'ldi. O'sha dushovoy qolgan joyi bitta taxmon, bitta tokchasi bor edi. Xo'p, bu yerda bitta taxmon bor edi. Bu yer yana taxmon holatda, o'sha ichiga bemalol taxmon qilib taxlanaveradigan. Oshxonamizda 3 ta tokchamiz, bu yerda ichkarida aristonimiz bor edi. Ariston shu holatda qoldi. Ikkita yondagi tokchani shu arzon variantda yopib qo'ydik. Bu tarafi laminatdan bo'ldi. Asosiy oshxona qismimiz akrildan bo'ldi. Rossiyskiy stalishniy 300 ming so'mlik moykalari bor buni. G'aladon endi eng chekkaga tushdi. Vakuum g'aladonlari. Xo'p, bu 4-xonamiz. Ichkarida ham bitta xonamiz bor. Uni ham oxiri ulab boraman videoga. 6-xonamiz. Bu yerda o'sha tepasi sal bo'shroq joyi bor edi. O'sha pechkani o'rni xullas. Xo'p, bu joyimiz 6 ta xonani devor mebel qildik. 5 ta xona devor mebel, bitta xona oshxona mebel bo'ldi. Xudo xolasa mana shunday holatda bitirib berdik.